jonimi yotishini qaranglar. Buvisi kelgan, xolasi kelgan, adasi 3Dga. Kimga o'xshaydi deb o'ylaysizlar? Biza o'g'il bola, g'irt xolasini o'ziday. Jonim yotishlarida. Uyg'onishni boshladi. Sizlarga hozir bitta narsa ko'rsataman. Buvisi aytayotdilar, sizni videongizni sevayotganini bobosiga shu erimga qo'yib bersam, jinni bo'lganmisizlar? Unaqa bo'lmasa kerak deb aytdilar. Endi men yig'layotganini qaranglar. Bola onani qornida yig'lar ekanmi deb aytishyapti-da. Bobosiga borib ko'rsating dedim. Endi nimadir ekanlar dedim. Shunaqa yig'ladi, bezovta qilganimizga, yuzlari burishib ketib. Keyin o'ziga keldi. Mana shu hammani qiladi, mana bunaqa video rasmlar qilib tayyorlab berdim. Mana bu rosa yig'layotgani, bu o'rtacha yig'layotgani. Endi mana bu yig'lamayotgani. Bu yonboshdan turgani.